Sharof Rashidov tumanidagi Saraylik mahallasida uzoq yillar davomida kutilgan orzu nihoyat amalga oshdi. Ichki yo'llarni ta'mirlash va asfaltlash ishlari boshlandi. Umumiy 2,3 kilometr masofada amalga oshirilayotgan bu ezgu bunyodkorlik ishlari natijasida mahalla ko'chalari yangi qiyofa kasb etmoqda. Endilikda aholi chang va to'zonli yo'llardan xalos bo'lib, tekis va saranjon yo'llarda bemalol harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu o'rganishlar mahalla aholisi turmush tarzida katta qulaylik va shinamlik yaratmoqda. Mahalla fuqarolari yangilanishlardan mamnun holda davlat rahbari va hukumatimizga chuqur minnatdorlik bildirib, yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlardan faxrlanmoqdalar. Sharof Rashidov tumani, Saraylik mahallasi, Saraylik fuqarolar yig'inida mana juda katta o'zgarishlar bo'ldi bu yil. Buning uchun prezidentimizga rahmat, viloyat hokimiga rahmat, tuman hokimiga rahmat. Mana ko'chalarimiz hozir obod bo'ldi, mana asfaltlashtirildi. Lekin o'zgarishlar juda katta viloyatda, mana mahallamizda obodonlashtirish ishlarida odamlar ham o'zlarining joylarini mana tozalab, gullarni masalan parvarishlab, obod qilyapti. Allohga shukr, mana prezidentimizning tashabbusi bilan mana shunday obod mahalla bo'lyapti. Bundan keyin ham yashnasin. Bundan keyin ham mahallamiz gullab yashnaversin. Ishlaringga omad, rahmat. Bugun bizning orzularimiz ro'yobga chiqmoqda. Har bir bunyodkorlik ishlarida xalqparvarlik va e'tiborni his etyapmiz, deydi Saraylik mahallasi aholisi. Bu kabi amaliy ishlar eng olis hududlar hayotini ham yangilab, xalq farovonligini ta'minlash yo'lidagi islohotlar samarasi ekanini yaqqol namoyon etmoqda.